Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avtobusbegim hamda kanal admin Shuhrat. Mana bugun Sergeli mashina bozoridamiz. Yaxshi Cobalt'dan sizlar bilan video davomida ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, albatta kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmaydi degan umiddaman. Kanalimizning rivoji uchun o'zingizlarning hissalarini qo'shmoqchi bo'lsangiz, pastga karton nomerlarni yozib qoldiraman. Ixtiyoriy ravishda albatta. Demak, biz videoni boshlaylik. Hop, okela bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilganligi 2020 da. 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 250 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Mashinamizdan salon holatlarini ko'rsatamiz. Chexollari yo'q, poliklari bor, mexanika korobka, konservlargacha bor mashinamizdan. Salon orqa holatlarini ham bir sira ko'rsatamiz. Gaz yo'q-a? Gaz bor. Metan gazlarigacha bor ekan. Okela salon orqa holatlarini ham ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Hop, mashinamizdan balon holatlariga keladigan bo'lsak, balon holatlari o'rtacha, menimcha balonni alishtirib olishingiz kerak. Kraskasichi? Kraska bitta eshikda bor. Kraskasi bitta eshikda bor ekan. Men ko'rayotgan xarajatim endi bitta laboyni alishtirib olishingiz bo'ldi. Mashinamizdan tan narxiga keladigan bo'lsak, narxi mexanika. Narxini chiqib beramiz. Narxini 9000 kelishtirib beramiz. 9000 deyaptilar. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli skidkalarni qilib beraman deyaptilar. Cheris bank ham farqi yo'q. Haydoramiz deyaptilar. Nomerlari 90lik. 90lik 194 194 75 76. Ismlari? Akrom aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Mabodo gendavis ham qilib beramiz. Gen ham bor ekan akalar. Bosinglar. Hop, akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2018-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglariga keladigan bo'lsa, probeglari 96 ming. Bu Ravon. Eslatib o'tamiz, salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor, avtomat korobka, konditsioner hamma narsasi bor. Mashinamizdan mana bunaqa rullarni ham taqib qo'ygan ekanlar. Kruiz kontrollarigacha ham ulangan menimcha. Tag'in o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Mashinamiz faqat benzinda yurgan. Salon orqa holatlarini ham ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Bu adashmasam Ravon eksportning variant bo'lgani hisobiga orqa oynalari misarovka hisoblanadi. Diskalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ravon diskalarda turibdi. Balon holatlari ham o'rtacha yaxshi holatda turibdi. Kraskasichi buni? Kraskasi top toza deyaptilar. Liboy proverka deyaptilar. Faqat benzinda yurgan mashinamizni narxiga keladigan bo'lsak 9700 deyaptilar. Avtobusbegim nomidan sizga chiroyli skidkalarni qilib beraman deyaptilar. Nomerlarni yana aytib 90lik 194 75-76. Ismlari? Akrom aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, buni ham geni bor. Genlarigacha bor ekan, akalar. Bosinglar. Hop, akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yil 2020-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt mashinasi. Mashinamizdan salon holatlarini ko'rsatamiz. Bunaqa qimmat nakitkalardan taqib qo'ygan ekanlar. Poliklari bor, avtomat korobka, konditsionerlarigacha bor akalar. Xullas mashina qurt probegiga keladigan bo'lsa, probegi 86 ming. Faqat benzinda yurgan mashinamda. Salon orqa holatlarini ham bir sira ko'rsatib olamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Olasizlar, mazza qilinglar. Agar videoda yaxshi ko'rmayotgan bo'lsa, o'zingizlarga bemalol mashinani ko'rib olsanglar bo'ladi. Balonlarga keladigan bo'lsa, balonlari ham yengigina. Yangi balonlardan taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Bagajlarni ham ko'rsatib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz faqat benzinda yurgan. Kraskasiga keladigan bo'lsa, kraskasi ikkita joyda bor deyaptilar. Bitta oldi kriloda. Ha, bitta oldi kriloda bor ekan. Pitnoy ham. Mana shu oldi kriloda pitnosi bor deyaptilar. Endi mashinamizdan tan narxiga keladigan bo'lsa, 10 ming so'raysiz. Avtobusbegim nomidan chiqsa, chiroyli qilib skidkalarni qilib berasiz, xudo xolasa. Cheris bank ham chiqadimi aka? Xudo xolasa. Genda beringizchi. Genam bor deyaptilar, xudo xolasa. Nomerlari? 94lik 369 74 Ismingiz? Toyir aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yil 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari 43 mingga yaqinlashib qolibdi. Yurgani halol mashinamizdan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari bor, poliklari bor, avtomat korobka, tennis monitorlarigacha taqib qo'ygan ekanlar akamiz. Hop, bu mashinamizdan rangiga keladigan bo'lsa, Darkman Blue akalar. Mashinamizdan metan gazlarigacha bor. Salon orqa holatlarini ham bir sira ko'rsatib olamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Tag'in ham o'zingizlarga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Hop, balonlarga keladigan bo'lsa, balonlar ham o'rtacha holatda turibdi akalar. Kraskasichi?
top toza, 100%. Kraskasi 100% top toza, любой проверка kelib bemalol ustinglar bilan ko'rib tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Mashinamiz ham tannarxiga keladigan bo'lsa, eng taqalganini akamiz 11 ming yaxshi dollar qilib beraman deyaptilar. Nomerlari 90lik kod, 90lik 329 329 0433. 0433. Ismlari Rustam. Rustam aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, buni Cheris bank ham chiqarib beramiz. Cheris bank ham chiqarib beramiz deyaptilar akalar. Genchi General to'zi beramiz. generalni ham beramiz deyaptilar akalar. Lучше оформление. Оформление, faqat оформление ekan akalar. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinamizdan ishlab chiqarilgan 2020-yilda ishlab chiqarilgan probeglari 160 ming yurgan mashinamizdan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Qimmatchi hollardan, takoy poliklardan taqib qo'ygan ekanlar. Mexanika korobkada kondisionerlargacha bor akalar. Mana bunaqa rullardan ham taqib qo'ygan ekanlar. Tonirovka krugovoy ruxsatnomalar bor, kraskasi top toza. Salon orqa holatlarini ham bir sira ko'rsatib, salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi. Xo'p, balonlarga keladigan bo'lsak, balonlari o'rtacha. Tanam o'zingizga bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Saka diskalarni taqib qo'ygan ekanlar. Rustam aka, gazi bor-a? Gaz bor, ha? Metan gazlarigacha bor, 4-pokoleniya deyaptilar. Kraska top toza. Top toza. Kraskalari top toza. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 9,5 ga. 9,5 ing bo'lishi. Ozgina kelishtirib beraman. Ozgina skidkalarni ham qilib beraman deyaptilar. Men to'zi qilaman. Cheris bank ham bemalol chiqarib olsanglar bo'lar ekan. 9300 ekan. Eng taqalgani akalar. Nomerlari 97lik 184 1991. Ismlari Sarvar aka. Mashinamizni kimga aql kelgan bo'lsa, akalar bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Krugovoy tonirovka rasheniyasi qancha bor Rustam aka hali buni? Rasheniya hali qancha bor? Rasheniyasi hali qancha bor tonirovka? Rasheniyasi 8 oy bor ekan akalar. Bosinglar. Akalar bizda navbatdagi Cobalt mashinasi. Mashinamizdan ishlab chiqarilgan yili 2021-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 85 ming yurgan halol mashinamizdan salon holatlarini ko'rishingiz mumkin. Chexollari yo'q, poliklari bor, avtomat korobkada kondisioner, hamma narsasi bor. Salon orqa holatlarini ham bir sira ko'rsatamiz. Salon orqa holatlari ham yaxshi holatlarda turibdi akalar. Tanam o'zingizga bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Hop. Mashinamiz faqat benzinda yurgan, umuman gaz qo'yilmagan mashinamizga. Kraskasi Kraskasi Kriloda kraska, kapotda pitno. Kriloda kraska, kapotda pitno. Uchida. Butun mashina xudo xolasa. Mashinamizdan tannarxiga keladigan bo'lsa 9800 so'raysiz. Avtobusligim nomidan chiqsa o'tib beramiz, chiroyli qilib beramiz deyapti. Boshqa yana qanaqa mashina kerak bo'lsa ham akamizga murojaat qilaverasizlar. Cheris bank avtokreditga ham chiqib ketaveradi. Bosh narx to'lov qancha bilan chiqaramiz? Buni 600 dollar bilan chiqaramiz. Bu 12 ta viloyatga. 600 dollar bilan 12 ta viloyatga bemalol kelib pulini sanab olib ketsanglar bo'ladi. Nomerlari? Yana variantlarimiz bor. Masda yurmaganlarimiz bor. 1800 dollardan chiqadigan xohlagan ayolga tanlab olishadi. 2025 avtomat korobka. Bonuslari biz o'zimizlar bundan bonuslarni qilib qo'shib bonuslarni ham qilib beramiz deyaptilar. Boshqa variantlari ham bor ekan. Nomerlari 95lik 002 03 99. Ismlari? Bekzod. Bekzod aka. Yana 15 ta yaqin ko'rbatimiz bor. Qilishsa, murojaat qilib. Telefon qilsa variantlar xullas bor. Assortiment bor. Profilingizdan nomingizdan qilsa, kelishtirib bonuslarni qilib beramiz. Avtobusligim nomidan qilsanglar, chiroyli qilib bonuslarni ham qilib beramiz deyaptilar. Nomerlarini yana bir marta qaytarib yuboramiz. 95lik 002 03 99. Bekzod aka. Mashinangizni kimga aql kelgan bo'lsa, bemalol telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Yana qanaqa boshqacha mashina olmoqchi bo'lsanglar, akamizdan o'zlariga murojaat qilsanglar bo'ladi akalar. Bosinglar. Qadrdonlarim, mana bugungi videolarimiz ham o'z nihoyasiga yetib boryapti. Videomiz oxirida nima deymiz? Oltin boshinglar omon bo'lsin, musofirdagi akalarimiz har doim Allohning panohida bo'linglar. Bundan ham yaxshi mashina xarid qilib, qadrdonlarga podarka qilish hammalarimizga nasib qilsin. Demak, kanal rivoji uchun hissalarini qo'shmoqchi bo'lsangiz, shu gap, pastda karta nomer, ixtiyoriy ravishda albatta keyingi videolarda qanaqa mashinalar olib chiqinglar, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Hammaga xayr, joninglar sog' bo'lsin. Xullas, akalar, men sizlar uchun qo'ldan kelgancha mashinalarni ko'rsatishga harakat qildim. To'g'risini aytsam, ko'p mashinalarning egasi sal qaysarlik qilishdi, объявление qo'yishga qarshilik qilishdi. Endi maksimal harakat qildim. Ko'chada 45 gradusdan oshiq issiq bo'lyapti. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.
Demak, bosinglar. To'g'ri, mashina bu safar kam bo'lib qoldi. Keyingi safar endi qo'ldan kelgancha ko'paytirishga harakat qilamiz, akalar. Men to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman.